Assalomu alaykum. Ismim Abdulaziz Rahimov. Men 4 yildan beri o'rta va kichik kompaniyalarni avtomatlashtirish va tizimlashtirish bilan shug'ullanib kelaman. Bularning ichida Imzo, SA Group, Udeya, Ideya kabi yirik katta kompaniyalar mavjud. Biznes egalariga shuni ochiq aytib o'tmoqchimanki, CRM bu shunchaki programma o'rnatish emas, bu butun boshli xodimlaringizni va savdoyingizni va barcha bo'limlarni avtomatlashtirish va bir joyda ko'rib turish imkoniyati deganidir. CRM tizimi nima va o'zi qachondan paydo bo'lgan? CRM tizimlari Rossiyada 2001 va 2002 yillardan boshlab foydalana boshlangan. Birinchi CRM foydalanuvchilari banklar bo'lgan. Bular o'z mijozlarini hisobotini yurgizish uchun ishlatib boshlashgan. Va undan keyin esa 2008 va 2010 yillardan boshlab kichik va o'rta bizneslar ham o'z mijozlar bazasini CRM dasturlari orqali yuritib boshlashgan. O'zbekistonda esa ushbu tizim 2017 va 2018 yillardan boshlab keng yurita boshlandi. Bunda bizda kichik va o'rta bizneslar o'z bazalarini ushbu CRM tizimlari orqali yuritishni boshlashdi. Hozirgi kunda O'zbekistonda CRM tizimlarining keng tarqalganlaridan ikki xili mavjud. Bular Amo CRM va Bittrex bo'lib, ikkalasi ham CRM tizimi hisoblanadi, lekin ularning yo'nalishi har xil. Masalan, Amo CRM faqat savdo bo'limi uchun rejalashtirilgan kompaniyalarda ishlatish qulay bo'ladi, ya'ni sodda va qulay interfeysga ega. Agarda sizda 5 kishidan 10 kishigacha xodimlaringiz bo'lsa va sizga faqatgina savdo bo'limini avtomatlashtirish kerak bo'lsa, sizga Amo CRM eng muqobil yechim sifatida ko'riladi. Lekin sizning kompaniyangizda ko'p xodimlar bo'lsa va nafaqat savdo bo'limi, balki ishlab chiqarish, logistika, yetkazib berish, call center, sifat nazorati va shunga o'xshagan barcha bo'limlarni bir joyda jamlamoqchi bo'lsangiz, sizga Bittrex 24 tizimi yordam beradi. Keyin endi Bittrex tizimini bitta mebel fabrikasida ishlatsa nimalar bo'ladi va qanaqa avtomatlashtirishga ega bo'lishini ko'rib chiqamiz. Faraz qilaylik, bizda mebel ishlab chiqarish va uni sotish biznesimiz mavjud. Bunda biz birinchi o'rinda ishimizni call centerdan boshlagan bo'lardik. Bunda call center orqali barcha zaявkalar bitta CRM tizimiga tushiriladi va bizda undan keyingisi o'lchash xizmati ham ishga tushiriladi. Ya'ni o'zbizning xodimlarga zaявка olib qolinishi mumkin. Bunda Bittrex tizimida avtomatik tarzda band qilinadi o'sha xodimlar va ularga eslatma boradi. Ya'ni shu kunda, shu soatda mana shu mijoz uyiga borib eskiz olishing va razmerlarni olib kelishing kerak edi. Va o'lchash xizmatida ishlaydigan xodimlar mijoz uyiga borishadi va barcha razmerlarni olib, kerakli rysunkalarni chizib Bittrex tizimiga joylashadi. Va bundan keyingi etap boshlanadi, ya'ni o'rtada finansiy bo'limi. Unda pul qabul qilganini tasdiqlagandan keyin bu ishlab chiqarish bo'limiga o'tadi. Ishlab chiqarish bo'limida esa buni xodimlar hamma ko'rib turish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni ishlab chiqarishni hozir qaysi etapda turibdi, ya'ni nimasi tayyor bo'ldi, nimasi tayyor bo'lmadi. Bundan tashqari bu mijozga yanada qulay bo'lishi uchun ishlab chiqarishga kirganligi haqida ham SMS tarzda xaridorga yetkazib berish mumkin bo'ladi. Ya'ni sizning buyurtmangiz ishlab chiqarishga kirdi, mana bu kunda tayyor bo'ladi deb. Agarda ishlab chiqarishda qanaqadir muammolar yuzaga kelib qolsa, force majeure holatlarda biz mijozlarni oldin ogohlantirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sizlarni mana bunaqangiz kechikishi kutilyapti, mana bunchadan mana sanagacha kechikishi mumkin deb. Bunda mijozning loyalnosti oshadi va bizani firmaga bo'lgan ishonchi yanada oshib boradi. Undan keyingi etap tayyor bo'lgandan keyin bu bizani yetkazib berish bo'limiga o'tadi. Yetkazib berish bo'limiga o'tganda mijozga nima olib borib berilishi, uni lokatsiyasi, qachon va qayerga olib borib berilishi hammasi to'ldirib berilgan bo'ladi va yetkazib berish bo'limi tovarni olib to'g'ri klient uyiga boradi. Bunda mijozdan yana qaytadan lokatsiyasi qayerda turasiz, qayerga yetkazib bering degan ortiqcha savollar bo'lmaydi. Undan keyin yetkazib berish bo'limi yetkazib bergandan keyin agarda bizda bo'lsa, sifat nazorati degan bo'lim ham ishlatsak bo'ladi. Bunda avtomatik tarzda sifat nazorati bo'limiga yana bitta zaявка tushadi. Borib, o'sha mebel sifatini tekshirib va klientni qanchalik rozi bo'lganligini sinab olsa bo'ladi. Buni barcha jarayonlari bitta Bittrex tizimida ichida joylashgan bo'ladi va har bitta elementni, har bitta jarayonni biz kuzatib tursak bo'ladi. Shunda bizda qayerda biz mijozdan buyurtma olayotganini qoqilyapmiz, qayerda qolib ketyapti, qaysi bo'limda biz qoqilyapmiz, shunga o'xshagan barcha ma'lumotlarni bitta tizim orqali ko'rib, kuzatib borish imkoniga ega bo'lamiz. Biz endi Bittrex tizimi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Endi keyingi savol o'zi integrator kim? CRM integratorlari nima ish qiladi? Shu haqida batafsil aytib o'taman. CRM integratorlari bu mijoz uchun sizlar firmalarni analitik qilib, oldindan sizlarga qanaqa jarayonlar bor, qanaqa sizlarga tayyor resheniyalar bersa bo'ladi va qaysi jarayonlar sizga mos tushadi. O'shalarni hammasini batafsil aniqlab va sizlarga kerakli yechimlarni beradi. Agarda biz integratorlar siz o'zimiz kompaniyaga CRM o'rnatmoqchi bo'lsak, bizda juda ko'p xatolar yuzaga keladi va bu xodimlarni ushbu tizimdan ko'ngli sovib qolib ketishiga olib kelishi mumkin. Va yana bir muhim tarafi, bizga agar integratorlarni yaxshilarni qatdan tanlab olamiz, ya'ni rasmiy integratorlar kimlar degan savollar bo'lsa, Bittrex va Amo CRM tizimlarini o'zini saytlarida rasmiy integratorlar bor. Biz buni
YouTube'dagi pastdagi linkda qoldirib ketamiz. O'zingizlar ko'rib, o'sha yerdan o'zingizlarga kerakli bo'lgan integratorlarni tanlab olishingiz mumkin. Va integrator tanlayotganda yana nimalarga e'tibor berish kerak deb so'rasanglar, men aytgan bo'lardimki, uni biografiyasiga, ya'ni uni portfoliosiga. Undan oldin sizga o'xshagan bizneslarga nima resheniya qilib bera olgan va hozir o'sha biznesdagi qilib bergan resheniyasi ishlayaptimi, aktualmi, uni mijozi undan rozimi, shularni bitta aniqlashtirib, keyin u bilan ishlashga maslahat bergan bo'lardim. Keyingi videolarimizda esa biz bizneslarda CRM o'rnatilgan, lekin ular kerakli darajada ishlatilmayotgan firmalar haqida, ularning yechimlari haqida gapirib o'tamiz. Iltimos, biz bilan qolinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.